Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ojon, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tanijonim sog'mi? Alloh rozi bo'lsin. Sog'ligingiz zo'rmi? Charchab qolmayapsizmi? Uydagilar, uchilar, xolamlar, hammasi zo'rmi? Akajon, O'zingiz ham akajonim. rahmat, qarang. Nima bo'lgan sizga? Qanday narsa kundan o'tgansiz? Kimsiz? Oilaviy sharoitingiz qanday? Hammasini bizga chiroyligina tushuntiring. Bir og'izgina eshitaylik. Yuriy Gagarin! Akam! Haqiqiy haqdor akalar! Haqiqiy haqdor! Videolarni ko'rganlar bordir, videolarni ko'rmaganlar bor. Bir og'izdan ham eshitamiz. Babi, spasiba. Sardor aka, assalomu alaykum. Sardor aka, rahmat. Ya Allah! Alhamdulillah! Sulton akam! Sardor aka, assalomu alaykum. Doktor Sardor! Maşallah! Osmon Allah'ım! Ye. Allah kabul kılsın. Bilek akam, bu tomonga akajon, yon boshga uramiz, yon boshga, akalarim yon boshga. Tojikistonlik bratlarim, davay! İstaman aka, ayting. Sardor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum akajon. Yaxshimisiz? Jonim tinchlik. Rahmat. O'zi yaxshilar akajon. Xudoga shukr. Ro'za ayyomlar bilan akajon. Rahmat. Kattakon rahmat. Bir yildan beri shu balam shu ahvol akajon. Rossiyadan doktor kelayotgan Sardor aka, katta syomka kerak ekan jonim akam. Hammalaringiz yordam beringlar Yo'q, akajon. akajon, xo'p, shoshmang. Nima bo'lgan, nima qo'ygan, sizni sharoitingiz qanday, siz qandaysiz? Hammasini bizga bir tanishtirib o'tsangiz, u boshqa gap aka. Bir chiroyli. Mana shunday sharoitim, mana shunday. Bir og'iz eshitaylik aka. Avariyadan keyin shu holatga tushdi aka. Xo'p. Bu nima kasallik nomi? Shu holat. Nomini endi kasalligini bilmadim akajon. Shu O'zbekistonga davo topilmadi, shu chet davlatdan davosi topildi, dorisi ham topildi aka. Shunga gaplar. Aha. Ular davolashga sharoitimiz yo'q aka, to'g'risi. Endi shunaqa og'irlik qoldi aka, nafas ololmayapti. Shu o'zi mazasi bo'lmadi, balinsaga olib keldim akajon. Ey Alloh rozi bo'lsin sizdan. Dostonjon, nechinchi yilsiz, qayerliksiz? 2006-yil meniki Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida. Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidansiz, ha? Alloh rozi bo'lsin. Bu nasib bo'lsa bu davolanishiga qancha pul ketar ekan? $150,000 ketadi. $150,000 juda katta pul ekan. Lekin qarang, mana shuncha mana odamlar bilan, xalqimiz bilan birgalikda mana siz shuncha insonni ichidan biz oldimizga, nazarimizga tushib ko'tarildingiz. Biz sizga yordam berishni davom etamiz. Iloji bo'lsa, bizga katta raqamlaringizni bir og'izgina aytib o'tsangiz. Meni ham berayotgan sizga zakotim bor. Ayting katta raqamingizni. Sardor aka 40 aka, 40. Viza, ha? Viza 40, boshi 40. 40 70 97 40 97 83 00 83 00 18 22 18 22 64 29 akajon. 64 29. Aha, kim To'g'ri. chiqadi aka? Olim, Karaliyev olim. Karaliyev olim. Olim. Bo'ldi. Akalar, opalar, mana sharoitini ko'rib turibsizlar. Musofirda yurgan akalarim, barchalaringizni Allohimning o'zi jannatlarga kirishga kalitlar bo'lsin. Shu ukajonimga qo'ldan kelgancha. Xalqim, qarab turmanglar. O'zbek xalqim, tojik xalqim, qirg'iz xalqim, turkman xalqim, karta raqamlarga qo'ldan kelgancha, Allohim imkoniyatimizni berganicha ayamanglar. Shu yigitimiz ham haqiqiy haqdor. Shu ukamiz ham haqiqiy haqdor. 1000 so'm bersanglar kamayib qolmaysizlar. Beruzami! Ey Allah! Aka, bu tomonga, baytro bratan. Alloh rozi bo'lsin. Bu tomonga. Yo. Voy bola! Maşallah.
Ro'ziboyev Akbar Shoh! Qariga bo'lsin! Zuhra opa, bu tomonga opa, bu tomonga! Ya Allah, berayotgan zakotlaringiz Allohning dargohiga qabul bo'lsin. Mashalloh, bu tomonga. Kam-kamdan qarab turmanglar. Musofirda yurgan donator akalar, musofirda yurgan donator opalar, hammamiz yo'lda musofirda yuribmiz. İnşallah nasib bo'lsa oilamizni bag'riga qaytaylik. Hamma qo'ldan kelgancha donat ayamanglar iltimos. Donat ayamanglar, shu bolaga ayamanglar iltimos xalqim. Padarka taylashni bilmagan insonlar qo'ldan kelgancha kartasiga ayamanglar iltimos. Black Star. Ya Allah, o'zing buyuksan Allohim. Ya Allah, o'zingga shukr. Aka, ehsonim tushdi, zakotim tushdi. 3-ishtirokchisiz 20 ta donagacha to'xtamayman. Qo'ldan kelgancha. Qani akalar, vaqtimiz chegaralangan. Kim shu yigitga ko'mak bermoqchi bo'lsa, qo'ldan kelgancha karta raqamlariga ayamasin. Qo'ldan kelgancha padarkalar ayamasin. Karta raqamlaringizni yana bitta qaytarib o'ting. Jon aka so'rashyapti qana xalqimiz. Xalqimiz bitta so'rashyapti. Ayting aka. 40 Aka to'rtalab. 40-97. Paloncha pistoncha. Chiroyli ism familiya qaysi bank? Davay. 40-97 40-97 83-00 Yuriy Gagarin. Mashalloh. 18-22 18-22 64-29 64-29 kim chiqadi? O'lim, Karaliyev o'lim. Akalar, mana profillariga shunday bitta ustiga bossanglar, qaranglar, profillarini bitta ustiga shunday bossanglar, karta raqam turibdi. Olim chiqar ekan. Qaysi bank aka? Xalq bank. Xalq banki. Ya mashalloh. Xalq bank viza karta. Alloh rozi bo'lsin. Xalq banki viza karta ekan akalar. Opalar, Xalq banki viza karta ekan. Toma ko'l bo'ladi. Be'tibor qoldirmang jon aka. Be'tibor qoldirmang jon opa. Qo'lingizdan kelmasa sovg'a taylash, pul berish, bittadan padilitsani ayamang. Shu ham bir katta savob bo'ladi. Har bitta inson bittadan padilitsa like repost ayamanglar iltimos. Voy bola! Boy akam. Qabul bo'lsin akam, qabul bo'lsin. Mashalloh. Sizda boy akalarimiz ko'p bo'lsin akam. Dunyo turguncha turing akam. Alloh rozi bo'lsin akam. Akalar, shu yigitga bir bersalar Xudodan 1000 bo'lib qaytsin. Shu ukajonimizga bir bersalar Allohdan 1000 bo'lib qaytsin. Qo'ldan kelgancha ayamanglar iltimos. Mana chiqdi, shuncha sharoitini tushuntirdi. O'zi tushuntirmasa ham ko'rinib turibdi bu yigitning qanday holatdaligini. Bu yigitning holati qanday holatdaligi ko'rinib turibdi. Boy akalarim, saxovat pesh akalarim, saxovat pesh opalarim, ayamanglar iltimos shu yigitga. Iltimos shu yigitga ayamanglar iltimos. Boricha imkon qadar shu yigitni ayamanglar. Xudo bersin sizlarga. Borlaringga shukr. Hech kimga Allohim dard bermasin. Hech kimga Xudoyim dard bermasin akalar. Qo'ldan kelgancha shu yigitga bosinglar ayamanglar iltimos. Iltimos hatyabi 500 ga bo'lsin. Akajonlarim ayamanglar. Bilaman qudratini cheki yo'q akalar o'tiribsizlar. Ozozdan shu yigit uchun men so'rayman iltimos qilib. Ro'za kunida sizlardan iltimos qilib so'rayman. Ayamanglar iltimos akalar, katta yordam kerak ekan ukamga. Katta yordam kerak ekan ukajonimga. Bor-ku ayamanglar iltimos. Toma ayamanglar, boricha ayamanglar iltimos. Akajon, karta raqamingizga tushayotgan sovg'alar, pul qancha tushgan bo'lsa aytib turavering. Apelsino bu tomon. Yuriy Gagarin!
Ya Allah! O'zing buyuksan. Abdi Sardor aka tushyapti. Qancha bo'ldi? Men tashlaganimni boshda birinchi o'zim boshlab berdim. Qolgan davom olib yig'ilgan qancha tushganini aytib bersangiz zo'r bo'lardi. 28 66 chiqyapti-da. U nima degani 28-66? 2 million 800 ming ekan. Jon akalar, xalqim, bu pul kam, xalqim. Ko'rib turibsizlar-ku, vaziyati og'ir. Men tashlagan $100 bilan bu yigit davolanib ketolmaydi. Sizlar ham oz-ozdan hissa qo'shinglar, iltimos. Iltimos, oz-ozdan hissa qo'shinglar. Yaxshilab bitta qarang adashdingiz hisobiga. Unday bo'lishi mumkin emas. Shundan dedizlar. Bundan haqsatda ko'rchi. Unday bo'lishi mumkin emas. Aka. Chunki mashhurda shuncha odamlar bor, tashadik deb yozishyapti. Xalqim aldamaydi men. Xalqqa ishonaman-da. Chunki 1000 so'mdan tashlashsa ham shuncha inson. Hadicha! Hadicha! Hadichaxon! Ya, rahmat. Go'zal qiz bu tomonga. Hadichaxon. Mazil adashmang bu tomonga, bu tomonga. Hadichaxon. Ya, mashalloh, rahmat. Meni ham rizqim ekan ikkita shiradasi men tomonga o'tib ketdi. Rahmat, rahmat. Endi rizq kitobi. Bu tomonga. Hadichaxon bu tomonga. Ulaska, go'zalim, bu tomonga. Akalar, katta raqam mana profillarda turibdi. Profillarda katta raqam turibdi. Bitta himmatlaring. Himmatlaring, ming so'm bo'lsa ham. Bir ming so'm bo'lsa ham akalar, mana shu yigitimizga, ukamizga ko'rib turibsizlar vaziyatini, og'irligini iltimos qilaman sizlardan. Ming so'm bo'lsa ham, ha? Ya, tushunmayapti, kattasi qancha pul tushganligini bu yigitimiz tushunmayapti. Men oldagi bachalar tushunmayaptimi? Chunki meni o'zim $100 dan tashlayapman, chiqqan odamni betiga, aka. $100 men ekstrolarni beryapman. Sardor aka. Yo. 2 million 800 ming aka so'mimizga. Seriozmi? Blok bo'lgandir Bor balki. akajon. Yo, akajon, men ko'rinib turibdi akam. Nimaga bunday bo'lyapti? Shuncha odam tashadik tushdi deb yozishyapti-ku. Bu rasm chekimdan bitta tarafda yozib hisoblab Karta raqamga do'stlar, mana karta raqamga tashab ko'ringlar qani, blokka tushdimikan yo boshqa bo'ldimi yo boshqa ketib qoldimi? Misol aka, hamma ehson sevar insonlar turibdi. Hozir qizchamizga $55,000 kartasiga pul tushdi, mana o'zini og'zidan eshitdik. Bu sizga qanday 1000 so'mdan bo'lsa ham tashisa, hozir hech bo'lmaganda 28 million 30 million so'm pul bo'lardi. U 2 million 800 ne может быть? Chunki men o'zim $100 toza tashladim mana chek aka. $100 toza tashladim aka. Mana shuncha odam tashadik deb yozishyapti-ku. 7 ta raqamli ekan aka, 7 ta raqamli. 7 ta raqam bo'lsa aka 28 millionmi 30 million mana shunday bo'lib ketdi. Unday qilmanglar-da aka. Men xijolat bo'laman, buncha odamlar tashadik Sardor deb yozyapti. Men xijolat bo'laman aka, unday qilmanglar, iltimos. Men xijolat bo'laman, shuncha xalqim tashadik deb yozyapti hammasi. Men qanday bular yolg'onchiga chiqarib qo'yaman qora ko'zlarimni, Uzr aka, uzr, tushunmadik-da. Unda 7 ta raqam bilasizmi? 6 ta raqam million hisoblanadi. 7 ta raqam 28 million 30 million hisoblanadi. Men ham shunga hayron qoldim. Akalar davom etinglar. Mayli qancha yig'ilsa ham, akalar yana bir 5 minut qo'ldan kelgancha. Keyingi ishtirokchimizni ko'taraman. Qo'ldan kelgancha to'xtab qolmaylik. Shu bugun tikka oyoqda 20 ta insonga qo'ldan kelgancha, mayli kichkina kattasi bo'lmaydi ehsonda. Ehsonda kichkina kattasi bo'lmaydi. Akalar bir butilka suv ichmasak, bitta Red Bull ichmasak ichmayapmiz, bitta sigaret chaqmasak chaqmayapmiz. Shu yigitga beringlar, Alloh sizlarga bersin, boy akalarim, boy opalarim o'zimda.
Bu tomonga, oy Baytor akam, bovurim, bu tomonga, bovurim. Ey Allah, alhamdulillah. Bu tomonga. Akalar, ayamanglar, hech bo'lmasa 500 ga bo'lsin. Kam kustiga ishlatsin sizlar, duo qilib yursin aka. Shu yigitimiz inshaalloh tuzalib ketsin. Qo'ldan kelgancha mayda kichik bo'lmaydi. Men sizlarga ishonaman, xalqim kartasiga, padarka urishni bilmaganlar kartasi, mana profilning ustiga bitta bossanglar, kartasi shunday chiqadi, ukamga qo'ldan kelgancha. Qo'ldan kelgancha toma-toma qo'l bo'lib ketadi. Toma-toma ko'pchilikdan quyon qochib qutulmaydi. Xalqim duoda bo'lib, hamma bittadan podelitsani ayamasin. Repors podelitsa shu efirimizda. Har bitta inson podelitsa repors. Qo'shimcha kuch kerak bizga, davay go! Har bitta inson podelitsa repors, davay to'xtatmasdan, davay. Ozod savob bo'lar. Kim tashayotgan bo'lsa ham Alloh omadini beraversin. Voy, Kabutar xonim, spasiba, rahmat. Ya Alloh, o'zing buyuksan. Kartangiz blok bo'ldi, pamoyim. Kartangiz blok bo'ldi, pul ketmayapti kartangizga. Kartangiz blok bo'ldi, katta summa yig'ilib ketdi kartangizga. Siz tushunmayapsiz, pamoyim. Sultonimni ko'rdim men bugun, sultonimda. Sultonim! Akam! Ketmayapti kartangizga. Kartangizga pul tushmayapti. Boshqa kartangiz bormi yana? Tushyapti. Sardor aka tushyapti akajon. Mana karta blok bo'ldi deb yozishyapti-da. Karta blok bo'ldi deb yozishyapti-da. Yana bitta karta. Ayting yana bitta karta. Ayting yana bitta karta. Ayting. 4097 8300 11:52. Menga emas, sizlarga rahmat xalqim. Sizlarga rahmat xalqim. Davom etamiz. Podelitsa ayamanglar, podelitsa. Burchaydagi podelitsa reportni ayamanglar, iltimos. Xabardor bo'lmagan ko'p akalarimiz bor TikTokda. Xabardor bo'lmagan ko'p opalarimiz bor. Savob bo'ladi sizlarga, savob. Hamma podelitsa bir donadan. Har bitta inson podelitsa to'xtatmasdan, davay go. Imkon qadar ayamanglar, iltimos. Ko'rib turibsizlar-ku, vaziyat oxiri 93 99 Sardor aka. 99 oxiri. Boshdan. 4097 8300 11:52 93-99. Ya Alloh rozi bo'lsin. Akalar, ikkinchi karta raqam kim deb chiqadi? Ikkinchi karta raqam. Karalev Tolib chiqadi. Akalar, eshitdinglar-a? Qo'ldan kelgancha yana 3 minut davom ettiramiz. Keyingi ishtirokchini olamiz. Yig'ilgancha yig'ildi mana. Yig'ildi shu kamda rizqi boricha yig'ildi. Kam bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'radi. Qo'ldan kelgancha mana paddeshkani ayamadik. Nasib bo'lsa yana bitta chiroyligini kamiga inshaalloh yana davom ettirib yordam berishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgan, chunki bugun 20 kishi deganman, lavz qilganman, yana qolgan odamlarni ham ko'tarishim kerak-da. Mana 300 ga sovg'a tushdi. Padarka taylagan akalarim, Alloh omadinglar bersin. Sizlar yuraksizlar. Sizlarni so'kkan odam ko'r bo'lsin. Sizlarga tik boqqan inson ko'r bo'lsin. Mana sizlarni qanday bir saxovatpesh, qanaqa bir darajada insonlarga foyda berayotganlaringizni Alloh bilsin bo'ldi. Bandasi bilmasa ham Xudoyim bilsin. Rahmat sizlarga, mashalloh. Mana shunchalik darajada qo'llayapsizlar. Sizlarni Xudo qo'llasin. Rahmat, opalarim, akalarim. Davom etamiz. Karta raqam yana bitta ayting akajon. Yana bitta ayting. 300 ga bo'ldi mana. Baravar bo'ldi. Ayting yana bitta. 4097 4097
8300 8300 1152 1152 93 99. 93 99. Ism familiya kim? Karaliyev Tolib. Karaliyev Tolib chiqqan ekan. Karaliyev Tolib chiqqan ekan. Akalar, 1 minut vaqtimiz qoldi. Tashlatganlar tashaversin. Dostonjon, bitta chiroyli duo bering. Kam bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'ring. Nasib bo'lsa yana davom ettirib, yana yordam berishga harakat qilamiz. Chunki sizdan boshqa ham juda ham ko'p bizga murojaat bilan chiqqan insonlar bor. Men hammasiga teng qanday rizq bo'lsa mana shu yerda yig'ib berib, terib berishga va'da berganman. Ayting duo. Ilohim mana shu yerda kimki padar ko'rgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. Ro'za Ramazonlarga ro'zalarni qabul qilsinlar. Sardor akamni ham efirga savob qilganlar jannatiylar siylasin. Shu yerda kimki savob qilgan hammalarini jannatiy qilsin. Ey Alloh. Aytganimiz. Jami turgan inson. Hammasini Alloh panohida asrasin. Aytganingiz kelsin. Qancha kartaga tutgan bo'lsa ham, kami ko'z dorilaringizga, ukkollaringizga ishlating. Otaxonda onaxonni duosini oling. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa, biza tashlab qo'ymaymiz. Kun bir kun emas. Qo'ldan kelgancha mana yordam berdim. Nasib bo'lsa, yana ham qarab turmayman. Mana misol kartangizga qancha tushgan, u o'zingizga bog'liq. Qancha tushgan, qancha tushmagan, aytasiz, aytmaysiz, bilasiz, bilmaysiz, bilgandan keyin aytib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Jonlaring sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Sizlar yaxshi ko'raman. Xursandmisizlar? Xursandmisizlar? Rozimiz aka. Jonlaring Akajon. salomat bo'linglar. Rahmat kattakon. Mashalloh. Mana